Voy, nima bo'ldi? Nima qildingiz o'zi buni? Men bilmay qoldim. Qancha prosedurasiz? $50, lekin kerak emas, o'zim to'lab beraman. Mana 300 dollar. Rahmat, qancha davom etadi bu? 1 yil. Voy, mana yana 300 dollar. 1 yildan keyin yana kelamiz. Hammasi hazil o'rtoqlar. Hozir biz dermatokosmetolog Komila oldilariga keldik va yozda bilasizlar, yuzim juda ham problemli bo'lib ketyapti. Даже mana yog' balansim ko'payib ketganligidan ugri chiqyapti. Azgina matlarimda ugri bor. Ya'ni 500 mingga 3 ta protsedura sotib olsangiz bo'lar ekan. Ya'ni sizlar chiska bilan peelingni qildirsanglar, karboksi terapiya tekinga bo'ladi. Hozir biz yuzimizga shu narsani qilib ko'ramiz birgalikda. Va aytibdilar bular, yuzingizda azgina yog' balansi ko'payibdi va azgina mana shu ugrilar o'zi kam chiqardi. Ugrilar shulardan ortib, sizlarga videolar qo'yib, o'tiblarni qoldiraman. O'rtoqlar bilan diplomlarni o'zim shaxsan hozir tekshirib ko'raman, ko'rsanglar bo'ladi. Pechatlari bilan birga har doim bu joyga borsanglar, diplom sertifikatga alohida e'tibor berib qaranglar va pechatlariga alohida qarab ko'rsanglar bo'ladi. Mas'uling? O'rtoqlar, hozir yuzim yo'q tiqib bo'ldi, ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham zo'r, yengil bo'lib qoldi. Qanaqadir kosmetologga kelsam o'zi yengil bo'lib qoladi. O'qitlar bilan va pishay zo'r. Yana bitta zo'r narsa aytmoqchiman. O'sha skitkada 3 ta narsani 500 mingga qildirsanglar bo'ladi. Bularda zo'r narsa bor ekan, ya'ni gipergidroz. Narxlari skitkada ekan, terlashlarni bitida qoldirar ekan. Misol uchun bir xillarni kafti terlaydi, qo'llari terlaydi. O'shalarga ham terlashga qarshi bitta o'qit bo'ladi. Bo'ldi, o'sha terlashga qarshi muolajani olasizlar. Shu bilan umuman terlamasdan ketar ekan. Profillarni qoldiraman sizlarga, nomerlarni ham qoldiraman. Bemalol murojaat qilib kelsanglar bo'lar ekan.